Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar Sport bilan 100 kun davom etamiz. Bugun 33-kunidamiz. Bugun sizlarga Xalifa Horun ar-Rashid davrida bo'lib o'tgan bir voqea haqida so'zlab bermoqchimiz. Bu inson tarix manbalarida keltirilishicha milodiy 809-yilda xalifalikka tayinlanadi. Uni akasi bo'ladi, darvesh bo'ladi, ya'ni Bahlul Dono ismli. Akasiga aytadiki, kunlarda birda, ya'ni Bahlul Donoga shom namozidan so'ng deydi, barcha namozni ado qilganlar deydi, saroyga olib keling, ularga bir taomlanib ketishadi degan maqsadda aytadi. Mayli deydi, akasi boradi. Ya'ni Bahlul Dono borib shom namozidan so'ng 10 ga yaqin kishi bilan qaytib keladi saroyga. Xalifa hayron, deydi, men sizga namozni o'qigandan keyin hammani aytib keling degandim-ku desa, Bahlul Dono aytadiki, men bularni sinadim deydi. Ya'ni namozdan so'ng chiqish eshigiga, masjid chiqish eshigiga turib, birma-bir chiqqan insonlardan so'radimki, shom namozini farzida qaysi suralar o'qildi? Sunnatida qaysilar o'qildi? Bilganlarni olib keldim, bilmaganlarni olib kelmadim. Bilganlarda adadi shuncha ekan dedi. Ya'ni bu hikoyadan oladigan xulosam shuki, namozni xushu bilan o'qish, qaysi huzurda turgani, ya'ni nima qilayotganini anglagan holda o'qishni tushunamiz. Ya'ni qaranglar, namoz o'qirkan 10 ga yaqin kishi bilibdi. Masjidda qancha inson borligini bilmaymiz. Ko'p boradi, ya'ni u zamonda ham ko'p borgan. Bu paytga qaraganda bu paytda ko'proq borgan bo'lsa kerak. Ya'ni milodiy 809-yilgi voqealar. Undan keyingidir balki. Demoqchi bo'lganimiz, namozda xushu va sakinat orqali xotirjam holda qayerda turganini bilib o'qishlik kerakligi keltirilgan edi bu yerda. Shuni ulashib berdim sizlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.